Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan bo'g'irsoq ertagini jonlantiramiz. Bo'g'irsoq ertagini biladiganlar bormi? Qani ketdik. Unda bir boshdan eshitamiz sizlar bilan. Xo'sh, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir chol va kampir yashagan ekan. Ular juda ham baxtli va xursand bo'lib yashashar ekan. Bir kuni ular shiringina nimadir yeyishni xohlab qolishibdi. Keyin kampir bir shirin nimadir pishirgin debdi. Keyin kampiri borib suprani ochib qarasa, ozgina un qolgan ekan. O'sha unni elab chiroyli qilib xamircha qoribdi va u xamirdan dumaloqqina qilib bu yumshoqqina qo'lga yopishib turadigan yumshoqqina xamir qorib dumaloqcha qilib uni deraza tokchasiga qo'yib qo'yibdi. Deraza tokchasida ozgina quyosh nurlari tushib turgan joyda bo'g'irsoqchani xamiri yumshoqqina do'mboqqina bo'lib ko'pirib o'ziga kelibdi va qushlar sayrashi, shamolning guvurlashidan bo'g'irsoqchaga jon kiribdi. U sekin parda mo'ralab qarabdi-da, ustidagi dasturxonchasini o'tib yuborib, sekingina derazadan pastga tushibdi. Atrofga olazarak bo'lib qarabdi. Atrofda qushlarning sayrashi, shamolning o'tishi, uning ko'zchalariga tushadigan quyosh nurlaridan hayratga tushibdi. Uni astagina sekinlik bilan asta yo'lakdan yurib keta boshlabdi. Tabiatga hayron bo'lib qarabdi, daraxtlarga, qushlarga, hamma joylarga, tog'larga, hamma tomonga qarabdi. Keyin uni yumshoqqina qilib qorib qo'ygan buvisi izlab kelib tokchaga qarasa, topa olmabdi. "Voy, chol, siz bo'g'irsoqchani ko'rdingizmi?" deb so'rabdi. "Yo'q, men ko'rmadim" debdi. Ular rosa izlashibdi. Bo'g'irsoqjon, qayerdasan debdi. Bo'g'irsoq sho'xligi kelib, do'mboqvoycha daraxtning orqasiga yashinib olibdi. Keyin u sekinlik bilan sekingina asta qochishni boshlabdi. O'rmon oralab yo'lakda ketaveribdi. Uning oldidan birinchi quyoncha chiqibdi. Quyoncha unga qarab, "Muncha shirin hid kelyapti. Bu qayerdan kelyapti ekan?" debdi. Sen bo'g'irsoqcha, bu yoqqa kel qani, men seni bir yamlab yeb qo'yayinchi, shunchalar shirin hid kelyapti, dimog'imga uryapti" debdi. Keyin, "Yo'q, sen meni yema, men senga chiroyli qo'shiq aytib beraman va u qo'shig'imni eshitganingdan so'ng keyin yeysan meni" debdi. Keyin bo'g'irsoqcha, "Men bo'g'irsoq, supradagi un urpoq" deb qo'shiq aytishni boshlabdi. Bu qo'shig'iga mahliyo bo'lib quyoncha ham o'ynab turgan bir paytda bo'g'irsoqcha asta sekinlik bilan dumalab qochib qolibdi. Quyoncha, "Voy, bo'g'irsoq, qayerga ketding?" deb izlab topolmay qolibdi. Keyin quyoncha topolmay dog'da o'tiribdi. Bo'g'irsoqcha, "Rosta aldab qochib ketdimmi?" deb dumalab yana yo'l bo'ylab, o'rmon bo'ylab qushlarning sayrashi, daraxtlarning sekingina shamolda qimirlashini tomosha qilib ketayotgan bir paytda o'rmon orasida ayiq polvon aylanib yurganini ko'rib qolibdi. Ayiq polvonni dimog'iga shirin bo'g'irsoqchani shirin hid kelibdi. "Voy, bu qanday shirin hid bo'ldi" deb qaragan ekan. Qarasa, chiroyli bitta bo'g'irsoqcha uni yonidan dumalab o'tib ketayotgan ekan. "To'xta qani sen bo'g'irsoqcha, bu yoqqa kel, men seni bir yamlab yeb qo'yay, o'zi qornim ochib turuvdi" debdi. "Yo'q, meni yeb qo'yma, ayiqcha. Men senga chiroyli qo'shig'imni aytib beraman" debdi. "Menga qo'shig'ing kerak emas. Sen o'zi qayerdan kelyapsan? Kimni bo'g'irsoqisan? Lekin endi men bilamanki, sen aniq mening bo'g'irsoqimsan" debdi.
Yo'q, men senga hozir aytib beraman. O'rmonda yashaydigan cholu kampir meni supradagi un urpoqdan tayyorladi. Men senga shu qo'shig'imni aytib bersam maylimi debdi. Xo'p, mayli, ayta qol debdi. Ayiq polvonga sen o'tirib ol, men shu yerda to'nkachani ustiga chiqib aytib beraman debdi. To'nkachani ustiga chiqib, men bo'g'irsoq supradagi un urpoq deb aytib beribdi. Shuni aytayotgan bir paytda ayiq polvon ham sen bo'g'irsoq supradagi un urpoq deb unga qo'shilib boshladi. U qo'shiqni birgalikda aytayotganda ayiq polvon ham qo'lidagi cho'pi bilan hassa tayoqchasi bilan o'ynashga tushibdi. Ikkalasi rosa raqsga tushayotgan bir paytda ayiq polvon raqs bilan qo'shiq bilan bo'lgan bir paytda asta yo'lakchadagi katta daraxtning ortiga o'tib yashirinib olibdi-da, astagina qochib ketibdi. Ayiq polvon uni yo'qligini ko'rib quvibdi orqasidan, lekin bo'g'irsoqcha shunchalik tez harakat qilganidan dumalab yo'lakdan ketib qolibdi. Ayiq polvon jahl bilan hassachasini ko'tarib, bu yoqqa kel, sen meni aldading, qayerga ketyapsan deb archalar yonidagi yo'lakda uni quvib qolib ketibdi. Yeta olmabdi. Bo'g'irsoqcha ketaveribdi, yana ketaveribdi. O'rmonda chiroyli gullar, qushlar sayrog'i, shamollarning yelkishi, quyoshning milt etgan daraxtlar orasidan tushgan nurlariga ko'zlariga tushib, xursandchilik bilan ketaveribdi. Voy, muncha chiroyli o'rmon, muncha chiroyli yo'laklar deb ketayotganda yonidan bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri unga qarab, voy, muncha shirin hid qayerdan kelyapti? Hoy bo'g'irsoq, sen qayerga boryapsan? Sen kimni bo'g'irsog'isan deb savol beribdi. Men o'rmondagi choli kampirning bo'g'irsoqchasiman deb javob beribdi. Sen qayerga ketyapsan? Nimalar qilib yuribsan bu yerda debdi. Men sayrga chiqdim, men seni yeb qo'yaman, o'zi qornim och qolib turibdi. Bu yoqqa kel qani debdi. To'xta. Sen menga meni yeyishingdan oldin men senga chiroyli qo'shiq aytib beraman. Birgalikda raqsga tushamiz. Keyin meni bemalol yeyishing mumkin. Maylimi debdi. Xo'p, mayli. Qani menga aytib ber, qani qo'shig'ingni debdi. Sen bu yoqqa tur, men to'nkachani ustiga chiqib olib senga aytib beraman debdi. Keyin u mayli deb ishonibdi. Shu yerda o'tir qani debdi. Xo'p deb, men bo'g'irsoq supradagi un urpoq, bo'g'irsoq supradagi un urpoq deb aytib beribdi. Aytayotgan paytda bo'ri ham unga qiziqib ketib, qanday qo'shiq ekan bu deb tinglab xayoli qochib qolganda, men bo'g'irsoq supradagi un urpoq deb 3-marta aytibdi va sakrab qochib ketibdi. Ay, bo'rini rosa jahli chiqibdi. Orqasidan quvaman desa topolmay qolibdi. Bu tomonga o'tsa, bu daraxtning ortiga, bu tomonga o'tsa, bu daraxtning ortiga, bu tomonga o'tsa, bu daraxtning ustiga, bu tomonga o'tsa, bu toshning tagiga yashirinaveribdi. Rosa chaqqon bo'g'irsoqcha ekanda. Ayiq bo'rini ham dog'da qoldirib, asta-sekin qochib qolibdi deng. Keyin yana ketaveribdi. Yonidan katta bitta tulki chiqibdi. Tulki voy, buncha shirin hid. Sen qayerdan kelyapsan? Sen kimning bo'g'irsog'isan? Shunchalar shirin hid kelyaptiki, uyda bolachalarim ham och o'tiruvdi. Mazza qilib yeb olamiz seni, bu yoqqa qani bo'g'irsoq debdi. Yo'q, tulki oy, men senga chiroyli qo'shig'imni aytib beraman. Men o'rmondagi choli kampirning bo'g'irsog'iman. Men senga yem bo'la olmayman. Men mazza qilib aylanib sayr qilib yuribman debdi. Xo'p, mayli, menga qo'shig'ingni aytib ber, lekin senga bitta shartim bor debdi tulki oy. Tulki oy ham rosa ayyor ekanda. Qanday sharting bor debdi. Mana shu qo'shig'ingni to'nkani ustiga chiqmasdan
meni tumshug'imni ustiga chiqib aytsang qanday bo'ladi debdi. Mayli, roziman, seni tumshug'ingni ustiga chiqib aytaman debdi. Keyin tulki oy men buni tumshug'ini ustiga chiqishga rozi bo'lgan bo'g'irsoq ustiga chiqib tumshug'ini ustiga chiqib men bo'g'irsoq sipradagi urpoq uyimdan qochib ketdim, tulki voyga duch keldim, uyimdan qochib ketdim, tulki voyga duch keldim deb tulki haqidagi qo'shiqni ham davom ettirib ketdi va ayiqdan qochib ketdim, quyondan qochib ketdim, bo'ridan qochib ketdim, tulki voyga duch keldim deb qo'shig'ini aytayotgan bir pallada tulkivoy shundoqqina tumshug'ini ko'tarib yuboribdi. Ko'tarib yuborganda bo'g'irsoqcha osmonga shunday uchib ketibdi-da, qo'shig'ini aytolmay boshi aylanib oxiri kelib tulkivoyning katta og'ziga kelib tushibdi. Tulkivoy to'ppa-to'g'ri uni og'ziga tushganini bir yamlamay yeb qo'yibdi. Voy, xafa bo'lib qoldingizmi? Tulkivoy yeb qo'yibdi, tulkivoydan qocholmay qolibdi deb men ham xafa bo'lib qoldim. Lekin shu yerda nima bo'lgan? Tulkioy bo'g'irsoqni aldab qolgan. Tulkioy bo'g'irsoq boshqa hayvonlarni aldab qochgan bo'lsa-da, lekin tulkioyning hiylasiga duch kelgan va qochib qutulolmay qolgan. Lekin siz aqlli va odobli bo'ling. Hech kimni aldamang va hech kimni hiylasiga uchmang. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Keyingi ajoyib ertaklarimizda yana birgalikda bo'lishga so'z beraman. Sahifamizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.